Haga nasrani yo'q. Dadam aytuvdi, qo'y bolam, ekma shu uzumni qo'y. Ey, chumchuq yeb ketadi bolam, qo'y dedi. Mana ekdim. Ko'ram bo'lgan yo'q. Alkash bo'lib ketdi shu dastida. Ko'tarmadim stolga o'xshab. Oladigan odam yo'q. 15 mingdan beraman. Deydigan odam yo'q. Kim uzum olmoqchi bo'lsa aytinglar, mana akalar. Dehqonchilik barakasini bersin. Aynamu. Endi baribir bir ikkita bo'ladi yerda haq. Kimga kerak bo'lsa 95lik 088 54 55 hozir qaranglar bitta yulib beraman. Qaynatan qarzini berishim kerak-da. 10 million xudoga chiqadi. Akalar, men shu turishdan kesyapman, shunday qo'yapman. Optimaga 15 mingdan kimga kerak bo'lsa olib ketaversin. Ha, endi mehmon xush kelibsiz. Endi dalada edik-da. Ha. Endi bir piyola choy. Ah. Shu issiqda-ya? Ha, endi zaharni zahar kesadi deydi-ku. Issiqni issiq kesadi-da. Oling mehmon, oling. Oling. Ay. Oh. Qanday ketdi? Boshim og'riyapti. Doktor, tinchlikmi? Tez keling dedingiz. Assalomu alaykum. Keling, yaxshimisiz? Qaynota. Nima bo'ldi, doktor? Uspet qilmadik. Xudoga shukr. Bardam bo'ling. Hadi lan tursiz yotmaysizlar. O'lgandan keyin jimgina yoting-da, ya. Mana biz rais bova bilan, rais bova. Qandaysiz rais bova? Yaxshida? Kinoy bitta ikkita kartochka beravering, kartochka somsa. Nega? Somsada o'tiribmiz, ha? Ha, go'sht aytmayapsan. Go'sht yeyman men, ya. Rais bova. Qaysi somsaxonada ko'rgansiz mol bilan qo'y so'yganini? Ya? Ha? Kartochka yeyman men. Menga ham Kartochka? ilojim bo'lsa savus bormikan? Topamiz.